Assalomu alaykum, hurmatli narx navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda sovg'alar narxlari bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni siz yaqiningizga nimadir sovg'a olmoqchisiz, pulingizga yarasha nima sovg'a olishni bilmayapsiz. Mana shu videodan keyin aniq bilib olasiz. Ya'ni bu yerda 5000 so'mdan 2,5 million so'mgacha bo'lgan narxdagi sovg'alar bor. Ya'ni qo'lingizda nechta pulingiz bo'lsa, o'shanga yarasha sovg'ani olib keta olasiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahar KitKat gullar va sovg'alar do'konidan ko'rsatib o'tyapman. Hokimiyatdan to'g'ri Gulistonga qarab yurganda yo'l ustida mana Qizil domni ro'parasida joylashgan, mana Moyka ko'chani oldida. Moyka ko'chadan chiqish mana shu yo'l ustida joylashgan, mana 4 qavatli domlarning birinchi qavatidagi do'kon. Endi bemalol vaqt cho'zmaymiz, lekin tez ham emas, sekin bittalab ko'rsatishga harakat qilaman. Shoshmasdan. Bu yerda mana bunaqa tabiiy gullar ham bor. Alohida xonaga bir xil haroratda saqlanadi. Tabiiy va sun'iy buket gullar bor. Bu alohida video bo'ladi. Keyin bu yerda mana bunaqa ota-onalar uchun yoki yoshi kattalar uchun ham kim uchun bo'lsa ham hammaga juda ham yoqadigan, ya'ni bunaqa Qur'on kitob yoki mashhur suralar, joy namoz, tasbih komplekt naborlar ham bor. Bu yerda mana 260-360 ming so'm, 200 ming so'm shunday atrofda bo'ladi narxlar. Katta kichikligiga qarab. Endi biz eng kichkinadan boshlaymiz dedim. Xo'p. Mana bulardan boshlaymiz. Bijuteriyalar, ya'ni taqinchoq 70 ming, mana bular 95 ming so'm ekan. O'rtadan olib ketaveraman narxini. Mana bu 25 ming so'm suvenir. Masalan, kimgadir mana shuni sovg'a qilsangiz ham mana sham ekan, yonib turadi. Uyga turadi, har ko'rganda sizda eslaydi masalan. 25 ming so'mga olasiz, lekin doim turadi. O'yinchoq emas, har doim turadigan suvenir. Mana soatlar bor, 135 ming, 200 ming, 220 ming, mana bunaqa komplektlar. Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham, mana erkaklar uchun ham 190 ming so'm, 220 ming, 200 ming shu atrofdagi narxlar bo'lyapti. Keyin mana juda ham zo'r, mana bu suvenir 210 ming so'm ekan. Keyin mana bu soat 210 ming, bu ham ikki xili bor, kichkina, katta. Globus 240 ming, 140 ming so'm. Mana soat elektronni 140 ming, 95 ming so'm. Mana bu endi yuristlar uchun yaxshi sovg'a. Katta kichigi bor ekan. Bu narxi 390 ming so'm. Mana bunisi kichkinasi, kattasini bilmadim. Shu qimmatroq bo'ladi. Mana bular ham sovg'a, suvenir. Keyin mana bu gul ham zo'r ekan, 160 ming so'm. O'zimga yoqqanlarini ko'rsatishga harakat qilyapman. Mana bu 180 ming kabatulloh. Juda ham zo'r sovg'a. 210 ming so'm. Mana bularni sovg'a qilsangiz, buni hech qayerga ketmaydi. Har ko'rganda kim bo'lsa ham esida turasiz. 180 ming so'm. Mana bu vertolyot, ya'ni bu mashinalarga qo'yiladigan освежитель. Hamdaqa havo chiqarib turadi, ya'ni hamdaqa duxiy desa ham bo'ladi. Keyin bu yerda bunaqa atirlar bor, har xili 180 mingga ham bor ekan, 100 ming, 200 ming har xil. Keyin bu yerda barsetkalar 210 ming, 160 ming so'm. Erkaklar uchun nabor bor, mana bu yerda 50 ming so'm ekan, chashka, keyin bir nimalar. Sumkachalar ham bor qizlar uchun. Kaba 130 ming so'm. Keyin mandaqalar 170 ming, 90 ming, har xil 220 ming so'm. Mana sun'iy gul, lekin o'xshaydi, tabiiyga o'xshaydi. Kemalar 160, 250, tuya 320, sher 220, mana bu sham 160 ming so'm. Keyin mana bular 55 ming so'm. Bu yonadigan, menimcha bunday qilsa yonadi. Zararli bo'ladi. 150 ming.
170 ming mana bu. Tovuqqa o'xshaydigan xo'rozlar. 95, 160 ming, 120 ming. Kimanda qilichlar bor, nabor 260 ming 3 talik. 160 ming. Bular ham 160 ming, 130 mingga ham bor. Mana bular 80 ming so'mdan. Kimanda portretlar har xildan bor ekan. 250 ming so'm. Soat 150 ming Eiffel. 90 ming so'm. Kimanda oilaviy rasmda qo'yish uchun ham charxpalakli qilib qo'yilgan. Bu ham yaxshi sovg'a ekan. Endi buni hammasini aytib o'tsa, ko'p vaqt ketib qoladi. Bu yerda bundaqa sun'iy gullar ham bor. 270 ming, 550 ming so'm, 90 ming so'm. Hozir 5 minglik sovg'alarim chiqib qoladi. 5 mingga adashmasam tasbeh bor edi-da. 95 ming so'm. Bu yerda gullar. Keyin bundaqa ayollar uchun nabor, idish naborlar. Masalan, mana bu komplekt 1 million 50 ming so'm ekan. Mana bu 700 ming so'm ekan nabor. Mana bular 260 ming, 280 ming so'm, bu ham 280 ming. Keyin bu yerda atirlar har xilidan bor. Puliga yarashasini olaverasiz. 200 ming, xo'p 400 ming, 220 ming, 20 mingga ham bor ekan. Bu yerda bunaqa lentalar bor. Keyin xo'sh 260 ming komplekt, mana buni o'zi chashkani o'zi 70 ming ekan. 38 ming chashka. Mana bu 370 ming so'm nabor. Stakanlarim 190 ming komplekt 370 ming so'm. 135 ming, 95 ming so'm 4 talik. 140 ming so'm mana bu choynak. 310 ming, 120 ming so'm. 95 ming. Va bundaqa shar deysizmi, har xil tabrik uchun har xil narsalar bor. Keyin portretlar 110 ming, bu ham 110 ming so'm. Keyin bundaqa idishlar o'zingiz ham tayyorlatib olishingiz mumkin, nabor qilib sovg'ani. Ya'ni o'zingiz xohlaganda, keyin bu yerda yumshoq o'yinchoqlar, keyin nima deydi bu, bani xalatlar adashmasam 185 mingdan ekan. 160, 240 ming. Keyin harflar, yozuv, ya'ni sharlik hammasidan bor. Bu yerda yumshoq o'yinchoqlar. Eng kattasini ko'raylik. 110 ming so'm ekan. Hop, yo'q, adashdi, bu noto'g'ri. Mana 900 ming so'm. Teddy 760 ming so'm. Bu 1 million 100 ming, adashmayman. 1 million 100 ming ekan. Bu katta ekan. Mana bu-chi 1 million 200 ming so'm mana bu. Bu menchami? U 70 ming so'm panda. Bular nech pul ekan? Narxi yo'q. Tuya ham bor ekan. Mana bu ham juda ham zo'r. Nech pul? 40 ming qanaqasiga? Yani 40 ming bo'lsa kerak-da. Mana bu ham qarang. Tabiiyga o'xshaydi, lekin sun'iy gul. Bitta uyga qo'yib qo'yasiz, hech so'limaydi, esdan ham chiqib ketmaydi sug'orish. Mana bunaqa komplekt soat ham bor endi. Katta sovg'alar turiga kiradi. Keyin bularda bunaqa xizmat ham bor, ya'ni tug'ilgan kun, raddom, tabriklar uchun bunaqa ayiqlar olib borib o'ynatib berishadi. Ekranda telefon raqam qoldiraman, bemalol o'sha nima xizmat kerak, sizga bunaqa sovg'alar kerakmi, gul kerakmi, nima soatlar ham har xilidan bor. Keyin yana bir narsa, siz uzoqdasiz, misol musofirda yuribsiz, lekin yaqinlaringizni tabriklashingiz kerak, ya'ni sovg'a jo'natmoqchisiz. Kimdadir yaqiningizga telefon qilib, bu yoqqa bor, buni olib ber degandan ko'ra o'zlariga aloqaga chiqasiz.
xohlang mana bunaqa nabor bo'lishi mumkin. Kattaroq sovg'alar. Buni oldiga qo'shib buket olishingiz mumkin. Telefon orqali, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqasiz. Ya'ni Surxondaryoning ichida bo'lsa, uyingiz o'sha Denogami yo boshqa tumangami uyingizga o'sha sovg'ani olib borib tabriklab berishadi, ya'ni sizni nomingizdan. Siz manzilni aytasiz, pulni tashlab berasiz. Siz aytgan manzilga olib borib, o'sha siz aytgan insonni sizning nomingizdan tabriklab olib borib berishadi. Shunaqa xizmat ham mavjud. Endi uni narxi qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, mana buni oldingiz, bitta bundan oldingiz, bitta buket oldingiz. Surxondaryoning ichiga olib borib dastavka qilib berish bepul. Boshqa viloyatlarga pulli bo'ladi. Mana shunaqa. Endi men hammasini 100% ayta olmadim. Bemalol kelib o'zlari sovg'alarni ko'rib olishingiz mumkin. Mana bu yerda breloklar bor, bular ham arzonroq bo'ladi. 35 ming. Eng arzoni tasbeh ekanda, kichkina tasbehlar. 5 mingga ham bor.